Nexia 2 orqa bagajini ochilishini ko'ramiz hozir. Bu mana shunday ochiladi. Yopganingizda bu shunday ochiladi. Buning uchun bizga bir dona prosta prujina kerak bo'ladi. Mana xomitga qisilgan bu tomonni bu teshigiga o'tkazasiz. Birinchi teshikka, mana bu tomonida yo'q. O'sha bitta prujina yaxshi o'tgani uchun bitta prujina qo'ydim. Lifehack. Yana bir marta ochaman. Hoppa.